44-cü sual. Assalamu alaykum ustoz. Birinci, so'rliq azoni o'qilib bo'lgandan keyin o'qishga ulgurolmay qolgan vitr namozini o'qisa bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom. Bo'ladi. Ikkinchi, oxirida vitr namozi o'qish bilan kechilik nafli ibodatlarni tamomlab, ham so'hurliq yap bo'lgandan keyin agar so'hurliq azoni chiqmay qolsa, yana nafl namoz o'qisak bo'lamdi? Agar azon o'qilib bo'lgandan keyin xohlasak bomdod namozining vaqti rasmiy kirguncha nafl namoz o'qisak to'g'rimi? Agar joiz bo'lmasa, qaysi xil ibodat bilan mashg'ul bo'lganimiz afzal? Vitr bilan kechilik nafl ibodatlarni tamomlab, ham so'hurliq yap bo'lgandan keyin azon chiqmay qolsa, yana nafl namoz o'qishga bo'ladi. Azon haqiqiy tong etib bo'lgandan keyin o'qilgan bo'lsa, bomdod vaqti kirgan bo'ladi-da, bomdodning 2 rakat sunnatidan boshqa nafl namoz o'qishga bo'lmaydi. Azon haqiqiy tong atmasda o'qilgan bo'lsa, bo'ladi. 3. Jin chaplashib qolgan kishi Ramazon oyida o'ngshilib qoladi deyishning asosi bormi? Ramazon oyida jin shaytonlar bog'langach shundoq bo'ladi deydi ekan. Shaytonlar bog'langan turuqliq ba'zida kishida bo'lib turgan quruq xiyol, vasvaslarni qanday tushunamiz? Ramazon oyida musulmonda hech qanday vasvaslar yuz bermaydi deyish o'rinliqmi? Javob: shaytonlarning yomonlari bog'lanadi, kichik va ojizlari bog'lanmaydi deyishga bo'ladi. Chunki bir hadisda Ramazon kelsa shaytonlarning yamanlar bağlanıdı deyilgan. Demek bu ayda şeytanlarning hammasi yoki yamanlari bağlanganligi uchun boshqa oylarga qaraganda bu ayda gunoh ishlar oz bo'ladi. Şeytanlar bağlanganligi uchun bu ayda hech qanday gunoh sodir bo'lmasligi kerak edi, ammo amaliyotda bu oydan gunohlar sodir bo'ldi deyish o'rinsiz. Chunki gunohlarning manbasi şeytanlar emas, balki past kishilar, nachar odatlar va odimiy şeytanlar qatorliqlardir. Shunga ularmi gunohlarga sabab bo'ladi. 4. sual. Shuruq kun chiqish namozini Ramazonlik vaqt jadvali ko'rsatilgan bo'yicha dal soatida o'qiymiz-mi yoki mushu yozilgan vaqtdan 5-10 minut o'tkazib o'qishimiz kerakmi? Javob: chashka namozi, ya'ni salatul duha, quyosh nayzoyi ko'tarilgandan boshlab tiklashganga qadar o'qiladigan kunduzgi tava nafl namozdir. 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qiladi. Fazilati katta bo'lgan bu namozning hukmi mustahab va sunnat bo'lib, chashka namozi yana salatul avvabin, itoatmanlar namozi, salatul ishroq, kun yurish namozi debmi atiladi. 5. savol. İftar azoni chiqib, tomoqimizni qanchalik vaqt yeb bo'lib, ondan shom namoz o'qisak, vaqtida o'qigan bo'lamiz? Javob: xorma va ichimlik bilan ig'iz ichib, shom o'qilib, ondan tomoqqa o'ltirish munosib. 6. savol. Ro'za tutib surma surish joizmi? Javob: davolanish uchun bo'lsin yoki yasinish uchun bo'lsin, surma surtish ro'zaga ta'sir qilmaydi.